Mелочь deb o'ylayotgan narsangiz aslida mayli oddiy narsa-ku deb qarashadi ko'pincha narsaga. O'sha ham o'sha kolesoni ishdan chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Demak, uyqu buzilishi kichkina bitta sababi bo'lsa, unga ulanib kelyapti nevroz. Onasi o'zini hayotida o'zini anglamagan, o'zini yo'lini topolmagan, o'zini boshqara olmaydigan, o'zi emotsiyasini o'zi tushunmaydigan bo'ladi-da. Va bola ham xuddi shu onadan andoza olib o'ylash kerak emas-da, bitta yuragida muammo bor, bo'ldi, qolgan organlarim yaxshi. Yo'q. Yuragida muammo bormi? Shu qolgan sistemalarning ishi vaqt o'tib sustlashib boraveradi. U sistemalardan ham patologiyalik kelib chiqaveradi. Nimadan bilsa bo'ladi, shu bolada ZPR ketyapti. Har doim men bu narsani ta'kidlayman, onasini homiladorligi yaxshi o'tmagan. Ona uchun bu narsa normalniy holat bo'lishi mumkin, onaning organizmi uchun. Lekin qornidagi bola uchun bu katastrofa. Qornidagi farzand uchun, bola uchun har bitta onani oddiydek o'tkazib yuborgan narsasi katastrofa bo'ladi.